Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, tinchmisizlar? Ro'za Ramazonning birinchi kuni muborak bo'lsin hammanglarga. Bir soat bo'ldi Xudo xolasa chiqqanimizga. Fiolet Vizonani o'zi yo'q umuman, ishonsanglar, qaranglar, kulginglar keladi. Pushti ham emasda, sal pushti ham emasda, mana oppoq hamma yo'q. Karantinga o'xshaydi. U holdan beri o'tiribman. Kamiga videoga olayotgan telefonimga kecha Royaldan anaqa qildim. Yoqtirib oldim. Haligi 2000 so'mlik 5-6 firmani zakaz bitta tushadigani bor ekan, 2000 so'mdan boshlanar ekan, qarang, pista qo'chaq bu ham. Xullas 2000 so'mdanmi, 2100 so'mdan yozar ekan, xullas 15 minggacha bo'lgan zakazni shotingizga tushar ekan, qolgani vaqtingiz bo'lganda yechirib olasiz ekan. U ham yoqqa o'chirib turgandek o'chirt ekan. Pulga yechib olisham. 100 ming tusham, 50 ming tusham, to'planib qolganini yechasiz ekan, bo'lmasa foizga ishlanaverar ekan. Xullas bir ikkita zakazingizni asosda berasiz ekan, kalta kulta zakaz bo'lsa, xullas mahalliy komitetdan qog'oz olmaydigan, xolos. Endi ras kirdim, ulanish bepul ekan, baribir deb ulanib olaverdim. Ikkita ish qildim mana shunaqa 1-2 ming so'mligidan. Men o'yladim, Yandexdan anchani qo'sa kerak deb. Hali 5 ming so'mdan yonib, 6 ming, 5 ming yonib, yo'q 2400 so'mdan oladigan zakasi o'sha ishonavering. Ulgurmaysiz ekan uni olishga. Xullas kino. Endi ro'za payti kundida shunaqa bo'ladi 3-4 kun. Qaranglar, mana yangi bozorda turibman mana. Sal pushti ham emasda, o'sha kulgim kelyapti hozir va pushti bo'ladi. Bo'lib ham bugun Xudo xolasa ishimizni dim bo'ladigan kun. Omadimizni bersin. Mahalliy taksida ham hamma maqtayapti, bir ishlaychi. Hozir shuni mana telefonda yoqaman. Bitta ish qildim lekin 5700 so'm. 15 minggacha bo'lganini qoplab berar ekan, deydi. 8 mingmi? 8 ming qancha ham tushdi. Undan foiz olib qoldi. Ular shotimda 15 ming bo'libdi. Kecha 3 zakaz qildim mana shunaqa haligi. Aga yengil zakazlarni. Ular shunaqa ekan bu ham. Har joyni qilmagin orzu, har joyda bor toshu tarozu degandek shunaqa. Eng qizig'i, ashadagi bolalar bilan birpas gaplashib qoldim kecha. Aka deydi, kunduz mana bu ish yo'q paytda ashdan qilib mana 2000 so'mlikni olib, shotga ichine pul to'plab olib, ilk paytda Yandexda yuryapman dedim. Yaxshi Yandexda arzon deb bunga ulanyapman. Desam hammasi bir go'rdi haqiqatda shunaqa ekan, xullas. Sharoitga qarab ishlashish kerak ekan, xullas. Achchig'im kelib qolsa 3 ga yuraman hali. Ko'ramiz endi, vaziyat taqozo qiladi endi buni. Xullas shunaqa akalar, turibman mana. Haligi anaqa zona, zakaz tinmaydigan zonada men bo'laman, 56-maktabning orqasidaman.
akalar, Bo'stonga kelib oldim. Yana mushuk bo'lib oldim, Voronejga kelib oldim degandek qilib. Hamma joyga udobniy lokatsiya 6-maktabda oldi o'zi. Bo'lib ham mana bu. Yana bitta telefonimga anaqa qiluvdim. To'g'ri, qo'limda telefonga. Royal ulug'dim kecha. Hali 2000 so'mligiga bor ekan. 4-5 kompaniyani otalib qolib olgan ekan Royal. Hammasi A'dan-B'ga chiqib tushib ketaverar ekan. Aytdim-ku 15 minggacha yamini qoplab berar ekan. Ular shunaqa ekan. Lekin talashagan zakaz. Masalan, pik paytda zakaz ko'pgina bo'lib haligi talashtirash paytida ola olasiz ekan xolos. Ko'rib o'qib ulgurmayapman to'g'risi. Lap olib ketishyapti. 2000 so'mlik ham talash. Yandex lekin hamma yo'g'i anaqa bo'lib yotibdi. Oqarib yotibdi. Mashina ko'payib ketdi Yandexda, shuning uchun. Probka. Ko'ramiz endi ro'zani birinchi kuni sal 3-4 kun yoq to'lib oladi lekin. Abedga yoqqa borishlari yo'q endi hozir. Ro'za tutmagan ham hayo qiladi, hijolat bo'ladi. Shunaqa zakazlar yo'q. Kech payt bir portlab oladi. Lekin probka ham bor ashinga yarasha. Bo'stondan bitta zakaz tushdi akalar. Shunda mahallaga kirdim, yaqin joydan oldim. Namestani bosib, qayerga borakin deb bitta kelsam o'zi ham 78 ta joyda belgilabdi o'zi ham. Bog'cha, maktab, yana bitta bog'cha, katta eshigi, kichik eshigi, keyin ham qaytib kelish kerak ekan. O'zim mahallamdan anaqaga Bo'stonga. Ayol kishi obbo dedim. Вообще marshrutda ham dahshat bo'lib ketibdi o'zi ham. Arzimagan 17 ming so'mga 7 kilometr radiusda ichida-ku lekin. Ama dedim bir soatdan keyin men zakazni berganingizni olmardim. Ha, men opa dedim. Voy nimaga probkani debdi deydi. Ha dedim. Kecha kuni ashdan o'tib bitta bola deydi. Deydi-da dedim. O'zi ham 78 ta joy. Bir ro'za bo'lib qoldi, bir qabr boshiga ham, turpa boshiga ham belgilab qo'ymabsiz, degim keldi-yu.